muzlatib qo'yadi. Uning hayotini saqlab qolish maqsadida u kasalxonaga yetkazilmoqda. Ammo bu hayvon kuchli issiqlikka odatlangan. Shuning uchun shifokorlar uning yuragiga adrenalin yuborish orqali uni isitishga harakat qilishadi. Ammo afsuski, bemorning terisiga igna kirmaydi, chunki u muzlagan. Shuning uchun ular bemorni elektroshok yordamida qutqarishga harakat qilishadi. Ammo shifokor uni jonlantirishga urinayotgan bir paytda shifoxonada svet o'chib qoladi. Ammo tez fikrlaydigan doktor boshqa usuldan foydalanishga qaror qiladi. U akvarium oldiga sakrab boradi va elektr ilon baliqni oladi, keyin u bilan bemorni uradi. Bir necha soniyadan so'ng bemor nafas ola boshlaydi va normal holatga qaytadi. Tez fikrlaydigan shifokor hozirgina yo'qolib borayotgan turning hayotini saqlab qoladi. Filmning davomi va boshini video davomida bilib olasiz. Qani boshladik. Hammaga salom, Multiolam kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz dahshatli, qonli va thriller janridagi Spikes deb nomlangan multfilmni aytib beramiz. Multfilm menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Aytgancha, bu multfilmlarni to'liq versiyasini bizning Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Kanal manzili video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Oldinda spoilerlar. Choylarni damlab, yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Multfilm bir hayvon boshqa hayvondan jamadonni olish bilan boshlanadi, lekin u rejagidek ketmaydi. Jamadon ba'zi jinoyatchilar tomonidan o'g'irlanadi. Shunday qilib, boshqa agent buni sezadi va jamadonni olish uchun jinoyatchilarning orqasidan boradi. Bu agent shoshilinch ravishda fuqaroning mototsiklini o'g'irlashgacha boradi. Agent jinoyatchilarni ta'qib qilar ekan, ko'plab jamoat binolarini vayron qiladi. Hatto uning agent hamkasbi ham jarohat oladi. Bu jinoyatchi qochishiga sabab bo'ladi, lekin u restoranga kirib ketadi. Bu esa agentni unga yetib olishga va uni hibsga olishga majbur qiladi. Jamadonni olgan agent o'z mamlakati uchun ishlaydigan eng yaxshi maxfiy agentlardan biri Vladimir Willis ismli mushuk ekanligini bilib olamiz. Unga missiyasidan keyin xo'jayinining oldiga borish so'raladi. Vladimir so'nggi topshirig'i uchun mukofot kutib xo'jayinining kabinetiga kiradi. Ammo uning xo'jayini unga baqirib yuboradi va u unga agent Vladimir tufayli vayron bo'lgan mulklar va merning shikoyatlari haqida aytib beradi. Uning boshlig'i unga intizomiy topshiriq berishga qaror qiladi. Shuning uchun u uni offshore obyektini qo'riqlash vazifasini beradi va u yerda u ba'zi materiallarni qo'riqlaydi. Vladimir o'zining yangi missiyasidan norozi bo'lib ketadi. U muassasaga kelganida u agentning eng yaxshi IT mutaxassisi Gektor ismli kalamush bilan yashashini bilib oladi. Gektor iflos va uyushmagan agent. Bu Vladimirga mutlaqo ziddir. Gektor o'yin o'ynashni